Assalamualaikum Şebnem Tor bektimizning aziz ishtirokchilari, hammalarning Şebnem Cho'lpala ziyoratimizni yoqtirib ko'rishlarini qarshi olamiz. Men Tor riyosetchisi Zubayda. Hammamizga ma'lum yaqinda Şebnem şirketimiz qurildi. Biz mushu shirkatning qurilganligini tabriklash munosabati bilan shunaqla keng tordashlarning kuchli talabiga asosan Tor bekitimizga Şebnem Cho'lpala ziyorati sayfasini tasdiq qildik. Albatta, mana bu sayfimizning yaxshi elib berilishini sizlarning qo'llab-quvvatlashinglarni ayirib qarab bo'lmaydi. Xo'sh, biz ana shu Cho'lpala ziyoratimizning tunji sonida hammalarga tanishlik bo'lgan gitar shahzodasi, tanliq naqshchi, alsuygan muzikan Erkin Abdulla apandi bilan suhbat etmoqchimiz. Undaqda dehqonlar suhbatimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Assalomu alaykum Erkin aka. Assalomu alaykum. Eng avval tordashlarga bir salomlashib o'tamiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Erkin aka, balkim tordashlarimiz sizning chechingizni ko'rib intayin hayron qolgan bo'lishi mumkin. Chash bo'lsangiz o'zgarib ketibdi, shaxsan men o'zim dastlab ko'rib intayin hayron qoldim. Endi bu chechingizni to'g'risiz qisqartirib aytishingizda biror sabab bormi yoki? Hech qanday sabab yo'q. Chechim bir tushib ketdi, shuni qaytib bir. Chechingiz qisqa bo'lsa yana ketib qolgan. Qayta o'sib chiqsin debchi. Men cho'sam chash bo'lsangiz shunday yoshib qoldi, balkim tordashlarimiz shuni o'ylaganmiz. Yaqin nima ishlarda aldirashib yuribsiz? Ben 10 gün oldida Qashqarga berib kelishim. Qashqarda bir 40 necha bolalar tark topgan xo'romay qilibmiz. 9-yilning 21, 22, 23-da Bejingda kichik bolalarga Harbiy san'at faoliyatlarimi? Yaxshi xo'r. Bunday Uyg'ur, Qashqardagi ko'p millat, Uyg'ur, Tojik, Qirg'iz, O'zbek 12 aydan tanlangan bolalar. Mesela Taşqo'rg'ondan Malikdan, Yakandan, hamma aylardan bor. Ailasi qiyinchiligi bor. Ular bolalar. Ular hozir Qashqarga yig'ilib maktabga, buni hukumat tarafidan ularni maktablarni almashtirib o'qish bolalarni bundan keyin bu o'qish bolalarniki 40 necha bolalarniki dars o'rgatuvchi bo'lgan o'qish bu ishni asosiy qilmish osonlik millatniki xalq artistiki bolalar naqshlarini ratlash, qo'llash ustida birlash ustiga bana Şinjan'da gördüğümüzde kichik do'stlar mana bu ekranda bo'ladi. Shuni o'sha bir necha yildan beri o'zim o'ylab bizning Uyg'ur bolalarni, kichik bolalarning o'zining yeshiga psixik qilmas qiladigan naqshlar endi aylansin. Shuni muhtemelen chiqizini yaqindan biri masalan Nilo to'g'ri, plastinka qo'shgan naqshlar. Xayr bolalar yana chiqqan qarlaydi siqarlar bir narsa naqshi. Bolalar termizdigan naqshlar ishlab kelayotgan. Ondan bu qadimgi faoliyatimiz orqali shu bolalarning ovozi orqali bizning xalq naqshlari yoki qilayotgan qadimiy masalan bizning xalq qo'shiqlari va bolalarning qo'shiqlari kichik vaqtimizda Yetish bo'ladi. Masalan Oqtosh, Ko'ktosh, Siziktosh. Ash o'yinlarning taqdamisini tabiiy narsalarni sahnaga qaytadan elib chiqmoqchi. Buning ustiga bunun tomoshabinlari bir qadar ko'pchilik ichkiriga chetdan qartilgan boshqa biz yana jiq kuch sarf qilishimiz to'g'ri. Shundan buni bir necha oyda har oyda bir qadam Qashqarga berib kichik bolalarga masalan naqshlarni o'rgatib oldimgi hafta 10 kun turib keldim. 10 kun o'qitishlik qilib Andı keler ayda yandırı var. İşte Taciddi'de 9. ayda Beycan'da bir sendikeşlik kılmak için nasıl küçük balalar. Şuna Beycan'daki Uygur dostlarının şu çağda 9. 21. 22. 23. Pavli Cüyen'de gelip verildi. Katmıştı. Bu küçük dostlarımızın nispeten zor bir hoş haber ekan. Bundan keyin davomli o'sha bolalar naqshlar ijodiy etib shug'ullanish xayolingizda ekan. Shug'ullanib turamiz bolalar. Albatta. Benim şu deganda ben 2014-yili aylanma yurtimizda aylanma 10 mayda qo'ygan. Shu vaqtda kichik naqsha askarlarining keyin ko'pligini esqolib turishim. Anlaştılar qaraganda kichik bolalar aqtınlarını tanып qalmış. Buna siz aqtgan başqa kichik dostlardan ben bu oylab bunu size Rasulullah Rasulullah bizniki
hozir kichik bolalarning yeyishiga o'zining psixikasiga mos keladigan naqshlar intayin oz. Masalan, xalq naqshlarini ilib bilsa, xalq naqshlari yana cho'nglar naqshi boshqa masalan, yarın, bunlar gerçekten bo'lishi bunlar bor. Kichik bolalarniki balki yeyishiga psixikasiga mos kelmasligi mumkin. Shunga ba'zi masalan hozir bu ishni qilayotganda ben aslında şu bir esenlikli müzik muhabbeti başka şu oyuncu ettim mesela kandak nakşilerini iyi çıkmaz onun üstüne bu esenlikli Beijing'de ötürülgen olsun ki en nakşı olacak bir mıhranız nakşı yok bundan yaxşı andın Tacik nakşı var Tacik balları işte var andın Kırgız balları var Ulama Özbek balalar var, bulama. Anadolu'da. Yine asası ehemmiyetli yeri de boyadığı bu şu. Düşüngende başka kişileri mesela çoğularının ki başlıklı nakşlarının anlısı belki anlap düşünemez ki ben kısılmaz. Küçük balalarının ki en ilgili Kanada'yımız en sap bunda avazı arkalık bizim nakşi müziklerimizde başka kişilerle anlatmakta belki okşamaz bir tesir veriş mümkün. Belki tekisini düşünemeydik biz hazır şu tarafın serp kıladığımız sahne kanda kılıp tamamlaşma için düşündürümüz bu şey mezmunlar. Bu saatte köp küçük çıkışık doğru geldi. Şuna tordaşlığındaki yaxşı fikir talepleri olsa ya ki özür kılgan bizim kiçik vaxtlarımızda oynaydıgan qoşaqlar olan ahanları var, kiçik balaların olan oyunları fikir talepler olsa bizge yetkizse. Bundan lekin sizin naşlarınızdan çoğunlar ve yaşlar olsa mutlaka kiçik balaların özürünü alaydıgan oldu. Ben de sizden şunu sorup baksam siz şu Qashqarning obraz artisti shunday qol. Bultur 6 ayning 28-kuni o'tkazilgan Qashqar yarmarkasiga qatnashgandingiz hamda bu yil olmasam 6 ayning 28-kuni Qashqar yeni yarmarka bo'ldi. Bu yarmarka ko'lam va doir jihatdan oldingi bir necha yillarga qaraganda bir qadar cho'nkan. Bu yil mi qatnashamsiz yoki? Men hozir chiqmadim. To'g'ri. Ben asas müzik işlerden masum. Meniki vakalatçım var, belki ular vakalatçım da alabilir. Hazır yine qilamiz. Ansam bir xush xabar baka bo'lsin siz Yaponiyadagi eng chong shirkat ya'ni GVC shirkati bilan hamkorlik to'xtami imzolasiz sizdan bir necha rangli qo'ng'iroqlaringiz Yaponiyaga ketibdi. Endi qanday bo'lib Yaponiyadagi shuncha cho'ng bir davlat bilan hamkorlik to'xtami imzolashni loyiq ko'rib qoldingiz? Bu işin sözü gelsek 2002 yılından başlap sözümüzde kalmaydı. İşte geldi aynı vaxtda o mesela çoğun GVC Yaponiyaga cho'ng bir plastik shirkat. Tarixi 70-80 yilda tarix var şirket. Ben 2002 yılda Beijing gençler bilen Yaponiyadaki Fushi gençlerdeki birleştirip gezgen bir musabaqası qatnashgan naqsh musabaqası. Bu Beijing'de ötkazilgan. Bu bir yillik mesela hozirgi bir musabaqalar var bu mesela Honan qadimdagi bag'adalaqi Honan cho'nidi shunga o'xshash musobaqa. Shu vaqtda men yillik chempion bo'lib, andan men Yaponiyaga o'yin qo'yib oldim. Shu chog'dan boshlab ular diqqat mesela meniki shu chog'da birinchi klassdan kam chiqqan, bu yil 6-chi klassdan kam chiqqan. Bu ishni nechidan biri ular 6 klassdan kamlarni anlab teşrif tadqiq qilib deganda shu. Shunday qilib bu yil ulardan bir to'xtamsizlik 6 klassdan keyingi tanlanma naqshlar Uyg'urcha xatchi naqshlar Yaponiyada bu yil taqdirlanadi. Mayda yaxshi xush xabarga muborak bo'lsin. Rahmat. Ama şu 2018 yılın başında siz tang tabir kitabını MTV plastikga nazarda saldınız. Albatta bu qitimliq plastikdan sizdan oldin qitimliq plastikdan chiqarganda bir qadar uslub jihati o'zgachilik bor. Masalan, bu plastikda bolalar naqshlari bor. Ama yana bir shu Mongoy degan muzikada siz o'zimizning milliy sozlar bilan gitar kuylarini tang birlashtirib, intayin yaxshi muvaffaqiyat qozondingiz deb o'ylayman. Undaqda shu milliy soz bilan gitar kuylarini qanday qilib birlashtirish naqsiga yetadingiz? Müşteriye qiyinchilik uchraganlaringiz bo'ldimi?
uzundan beri qilib kelayotgan xizmatlarimizdan biri bizning shu Şebnem Torbek'in nurg'un gitara askarlari bor. To'g'ri. Flamingo va intayin qiziqadigan. Lekin flamenco İspanya'nınki, mesela Sigalan'daki milliy müzik, ularning muqami deganlar uchun. Mening qarshimda biz har qancha masalan chatdan Yevropaning musiqasini har qancha o'rganib qilsak bu yanılar bu ularniki ustobi. To'g'ri. Masalan bizning milliy musiqalar o bizga o'zimizga mansub. Masalan milliy sazlar, narsalar. Shuning cho'qim buni müzik jihatdan zamonaviy narsalar bilan milliy sazlarni birlashtirib muvofiq birlashtirib buni qilib chiqish uchun nurg'un izlanish, tajriba ketadi. Chunki bundan keyin bu men endi naqshdan bakroq masalan musiqani o'ziga bakroq e'tibor berishim tushungan nimaga müzik çalarken. Şu an şu nesilden biri qanday şu milliy musiqalarni har xil uslublarni birlashtirib, universal ko'p tarafli qilib chiqib to'g'risida ko'p izlanishli pirotlar masalan hozirda aqmali uslubdan da masalan hozir bizning Şinjan'da ilyoshin bo'layapti. Mesela hip hop, R&B'de mesela Amerika'nın uslublarında o'xshashlar Şinjan'da bu Şamal Şinjan'da kelyapti. Şuna mesela o'zim nisbatan ilib aytganda bir xil sinaq. Shuna go'zallik namli bir hip hop uslubdagi bir naqshni ishladi. O'xshamagan uslubdagi naqsh musiqalarni qilib yaxshi maqsadimmi? Bir xil izlanish bosqichi. Nima uchun deganda menimcha meniki san'at hayotim hamda boshlandi. Bu meniki bir qilgan kesim. Shunga har xil uslub bilan uchrashib yaqishim, buni tushunishim, tushunganda ondan shu uslublarni o'zimniki xarakteri narsalar bilan birlashtirib, o'zimning alohidligiga ega bir erkin alohidlikka bir xil uslub yaratish o'yin bor. Nima ish deganda biz mangu boshqalarni do'rab yoki boshqalarniki keyingilar minishimizning bir xil xatolik. Ularning yaxshi yerlarini, masalan har xil musiqa uslublariniki yaxshi yerlarini qabul qilib o'zimiznikiga aylantirish. Madaniyat, adabiyot, san'at tarixdan buyon shunday bo'lib ketdi. Masalan g'arbning madaniyatini sharqdagilar o'rganib yaxshi yerlar, sharqning yaxshi madaniyatlarini g'arbdagilar o'rganib madaniyat almashtirishni taraqqi qiladi. Shunga buniki balkim har xil uslubdagi narsalarni o'zimning musiqalarni birlashtirish to'g'risida ko'proq izlanishga kirishmoqda. Bundan keyin texnik yangi ijodiyatlaringiz bilan yuz ko'rish kerakda. Undaqda Erkinga yana bir narsani so'rab baqsam sizdan, siz Urumchida naqshkechilikka o'tkazmaganingizga xil uzun bo'lib qoldi deyman. Bir necha yil bo'lib qoldi deyishimcha. 4 yildek bo'lib qoldi. Nurg'ulg'an naqsh havaskorlari shu patrasiz bilan bir naqshkechiligingizdan o'zlari bilan yuz ko'rishni taqozolik bilan kutayotgan bo'lishi mumkin. Undaqda bir naqshkechilik o'tkazishni o'ylashmadingizmi? Men sevgan biroq ana ishni oz bo'lgani yaxshi. Mening planlarim naqshkechilikka masalan bir naqshkechilik bilan yana bir naqshkechilikni birlaydi ekan. Az bo'lganda 5 yil bo'lishi kerak. Mesela bir 5 yılda benim özlemdeki mesela birinci 5 yıllık bir ikinci 5 yıllık plan arxil planlarım oldu. Menimce ben şu 2010'da da pazarlıkçı. Birinci 5 yıllık planım muhabbetlik yandan başladı. Asasen orunda sosyal sıkılışının ikinci 5 yıllık planı da. Ben şuna yakında biri mesela Japonya'da plastik kamp dağıtılmak için müziğe yakında iş güçlüğünün biri çeteldeki medyat faaliyetleri köprek buluyordu. Şu an kasbiy jihatdan yoki boshqa jihatdan o'zimniki masalan anglizchaga intayli muhtojlik qilmaysan. Ingliz so'zlaysiz qanaqa? Yaxshimi? Yomon emas. Hozir 3 oy oldi yana o'qiyapman. Darajadan berib baxtingizmi? Yo'q. Men
Ben mesela okusam bana hiç kandak mesela diplom yoki undaq bu narsani bana hiç kandak zörüt. Bana fakat özem maaşla çıkar. Şuna mesela burun bilgengendim ben İngilizce. Lekin onu sözüm bilgen süre yapılan yapılmazsam şuna yana bir okuy. Üstüge yaşamayan süre çıkalı böyle bir sanki. Şuna işte de bir yeni baştan okuş hayatım kayıt okumadım. Endi siz bir qancha chet el davlatlarga chiqib kelgansiz, shundoq u chet ellarga sayohat uchun chiqqansizmi yoki o'yin qo'yish uchun? Ben sayahat qilib chiqqan. Namisi o'yin. O'yin qo'yish uchunmi? Undaqda siz chet ellarda o'yin qo'ygandan keyingi ta'sirot qandaqroq? Masalan, siz naqshlar olsangiz chet elliklarga bergan ta'sir qanday bo'ldi? Bir misal berib beray. O'tgan yil asan Avstraliyaniki Sydney Kajuyan teatrxonasi, Sydney teatrxonasi. Balkim do'stlarniki ko'z oldiga ketishi mumkin, Dengiz bo'yida kelib Sydney teatrxonasi. Shu yerda o'yin qo'yganda meni o'ylimga g'oyatim bir naqsh etib qo'yganda, yana bir neda bir uyg'urcha ovoz oldim-chi, yana bir neda. Men nega bo'lsam uyg'ur, masalan, chet eldagi uyg'urlarni kesishmalardi. Ularni keldik. Ularni kelgandan yurib men Lipaga qo'shildim. Ondan o'yin tugandan keyin ular bilan rasm tushib xotira paranchi. O'z qirindishini ko'rgandan ularni uzun yil bo'lgandan keyin vatan qaytmagan. Intayin xush bo'ldi ekan. Undan boshqa chet ellikniki ko'pincha bizning uyg'urlarniki yaxshi muzika emas, uyg'ur millatiga bo'lgan shunday bir millatningki borligini bildirganlar intayin oz. Rasm deganda intayin oz. Oddiysi men Xaybandan o'tgan vaqtidami ular chiroyimga pasportimga qarab no Chinese please. Ular uqmaychi, ular tushundirib men jumlatga uyg'ur degandekchi. Shunga hozir ko'pdir menlar bir yerga chiqqan chog'da menki bir mas'uliyat tuyg'um qoldi. Shunga masalan biz muxbirlarga ko'rishimiz, shu chog'larda o'zimniki uyg'ur millatiga ta'kidlash bu qilchiq tegishli ishlar. Andan shu muzika, eng muhimi muzika orqali muzika bir dunyo va til. Buni hech qanday tushunch ketmaydi. Muzika orqali har qanday millat, har qanday davlat cheklanishdan olqib o'tgan bo'ldi deb qarayman. Shunga chetliklar olsun yoki boshqa har xil millatliklar olsun. Men hiç azdır ko'pdir muzika orqali yurtimizga yoki millatimizga bo'lgan bir azroq bo'lsa tonish yoki bo'lsin mana uyg'urlarniki yangi zamon muzikasi ekanligiga bir yomon qarash qila olsam shu meniki asosli majburiyatim deb qarayman. U yerda asosan uyg'urlar ko'rdimi umidlaringiz yoki shu chet ellik? Chet elliklar uyg'urlarmi anlaganlari kirdik. Asosan chet ellik uyg'urcha, hanzucha naqshlarni aytdingizmi? Kamil uyg'urcha naqshlarni aytdingizmi? Chet elda uyg'urcha, nemischa yoki hanzucha deb aramaydi. Muzika. Muzikalarmi? Ben bayağıdan dep aytgandek balkim burunmu bunda faaliyetler bo'lganda naqsh askarlar so'raganman. Siz nima qilgansiz naqsh aytasiz yoki bundaq deb. Men o'zim naqshni uyg'urcha hanzucha inglizcha baraman. Bu naqsh muzika bu dunyoga o'rtaq. Masalan men ishkirda muzika taraqqiyot qilayotgan bo'lsa sharoit tufayli men chuqur hanzucha naqsh orqali o'zimning ifodalanmoqchi bo'lgan narsalarni ifodalashim kerak. Har qanday bir muzikantning manchi bo'lsa, o'ziga xos bir xil ijodiyat uslubi bo'ldi. Undaqda siz o'zingizning ijodiyatida hamma demak ta'kidlaydiganingiz nima? O'ziga xoslik. Xoslik deysiz, shunaqmi? Zamaniy xoslikni. Balkim milliy xoslik desak, bu ikkinchi qadam bo'ladi. Menimcha shaxsiy xoslik. Oldinda cho'qim shaxsiy xoslikni ifodalaydi. Boshqalarga o'xshamas bo'lgan hangi kılışında ben bakın müşkil degende naqsh muzika turmushdan kelgan. Masalan men ijod qilgan naqshlarim yoki muzikalarım bo'lsin cho'qim men bishimda o'tkazgan ishlar ta'sir qilgan narsalar yoki men kichigimdan anglab kelayotgan naqsh muzikaning ta'sirlari hammasi
ta'siri bo'ldi. Shuning oddiy qilib aytganda odam qanday bo'lsa muzika shunday. Muzika ajoyib bir til. Odamning xarakteri munosabatlik. Menimcha bir muzika orqali shu muzikantning qanday mijoz xulqi, qiziqish adayligini aniq bo'ladi. U klassikmi yoki masalan turmush jihatda an'anaviy yoki hozir zamon yetishisi bormi? Masalan mening muzikalarimda an'anaviy menimcha eng diqqat qilganim an'ana bilan xoslik, zamoniylikni o'rtaq birlashtirish. An'analikni yo'qotmagan, o'zining shaxsiy xosligi bor. Ondan ham zamonga munosabatlik. Shu tariqa elib berildi deylik. Undaqda sizning ijodiyat ilhomingiz qaysi yerlarda keladi? Qanday vaqtlarda muzika ijod qila olasiz? Qanday desak bo'lar? Balkim turmush balkim ba'zida aeroplanda, ba'zida tomoq yeyotganda, bo'lib yaqindan beri men yangi bir loyin qilgan bir qadam bor. Shuni savol. Kurs bir aham yoki bir tekst mazmun bir narsa gap qilishadi. Shu yoki gitar bilan loyin qilib. Menimcha muzika shu turmushdan keladi. Har qanday vaqtda uning qanday vaqtida ifoda beramasligi mumkin. Undaqda bundan keyin qanday planlaringiz bor shunga baraka jo'rib baxsan qilib. Lekin davomliq jasaqal aqobatcha. Muzika ijodiyati. Muzikachilik. Bu yerda menimcha bir odam o'zi yaxshi ko'radigan kasbni qila olsa menimcha bundan ortiq baxt yo'q. Men muzikani intayin yaxshi ko'raman. Shu kasbni qilib ham o'zimning jinni baqalayman. Aqidaqi oddiy tilda aytgancha ham boshqalarni qo'shilib qo'yayman muzika. Shuna men shu muzika bilan shug'ullanganligimni intayin xursand. Masalan, ro'yi jihatdan menga ko'p oziq bo'ldi. Masalan, har yili men 2-3 qatim yurdim va kelib turman. Ish qilganda cho'ng shaharlarda uzun mezgil turib kelsa odam psixikasiga qanday darajada ta'sir bo'ldi. Masalan, men mushkasib bo'lgandan keyin men cho'qim davomliq sahnlarda yoki olqi sadasi ichida yuradigan. Shunga odamning psixikasida ozur ko'pdir, ko'pish, qanday holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga men har yili bir necha qatim yurtimga qaytib o'zimning nima cho'ng bo'lganligimni, nima millat ekanligimni, nima ish qilayotganligimni, nima ish qilmoqchi bo'lganligimni o'zimga eskartib turaman. Erkin Kamlamış gibi Dallam özünün yurtda bo'lgan mehr muhabbatini naqadar cho'nqurligini his qilgan bo'ladi. Mat Erkin Kas hozir Beijing turasiz shunaqmi? Yana o'zingizning mo'ljarida shu manchilik vaqtidan keyin Shinjongga qaytib kelib turman degan bir ideya bormi yo'qmi? Yani davomli ashiyada turib, o'zingiz ijodiy faoliyatlaringizni shu yerda elib berishni o'ylamsiz yoki qaytib kelishni o'ylamsiz? Nishni bir maqsadlarlar. Menimcha bundaq odamniki qaysi davlat, qaysi shaharda turishi muhim emas. Eng muhimi mehr muhabbatni nega eng masishdir sizning kasbingiz. Men Beijingga bir musiqachilik asosi qilmoqchiman. Beijing mamlakatimizning poytaxti, madaniy san'at markazi deyish deganda Xinjiangda emas, Guangzhou, Shanghai, Anmeyadan masalan madaniyat san'at bilan shug'ullanan rassomlarmi yoki boshqa san'atchilar hammasi Beijing madaniyat markazi bo'lg'achqa ishaga yig'iladi. U yerda masalan uçurlarmı köp oldu, fırsatlarmı köp oldu, ünlüş fırsatı ya terakkiliş fırsatı mı iten, nispeten kılıp iten köp oldu. Ben bir kıl universal, her milletten her nesilini köprek anlayalayımız mesela. Ben özümüzden Uygurlarım ki, nakş müziklerinden anlaştırmayan başka milletlerden nakş müziklerini köp anlayayım. Bunun bir kıl ünlüş, bunun bir kıl bayat elib aytgandek shu har xil musiqa ilmatlarini
to'xtamay qabul turish kerak. Muzika degan yangi menga uygunib bir yerga chiqib bo'lmaydigan bir fan. Menimcha buni bir umr o'rgansimi uygunib bir yerga olib bo'lmaydi. Shunga davomli to'xtamay izlashimiz, to'xtamay terishimiz kerak. Mening bu albatta yurtimiz tug'ilma. To'g'ri. Shunga pat kelib ketdi. Menimcha hozir uchur davri onun ustiga aeroplanni bir soatda berib kelib degandek. Emniyetde o'zim Beijingdan bu turib olamayman. Bu yoq, u shaharlarda o'yin qo'yib yoki boshqa ishlar bilan degandek uchun balkim yashagan vaqtimda cho'qim shular bo'ldi. Bu badan cho'qim tuproq qismimiz bo'ldi. Ondan uzun muddat siz erkin munlarida bir munlar var ya, sizin havaskarlarınız falan. Şu munlarga qatnashmaganınız uzun muddat, şu munlardagi do'stlarimizmi erkin komanda erkin alamayda intitib bo'lib ketdi. Mush fursatni foydalanib shularni e'lon bo'lsa, sizlar ham aloqa qilishmay qo'ying, titrashib ketdi-da, shu mush fursatni foydalanishlar. Blog var bir Şinlanmanda bir Hanzuchi bir to'r xatiram var davomli. Masalan, Naqshbandskar Yugoslavda yani söz qoldirdim ama tanlab javob qaytarishimiz degan bir necha vaqtniki bir necha vaqt bo'lg'achqanda hammasiga ulgurib masalan kunda shu Naqshbandkarlarniki qoldirgan so'zlarga javob qaytarish bilan yursa boshqa masalan muzikantlik ishtirok boshqa ta'sir vaqtcha ta'sir yetib qoldi. Shuna onlarga davomli kirmak balkim bir necha aldirash qolmancha kirib vallahi ahvol ishni yaqinqi bir mezgillarda o'ylashtirgan boshqacha o'zgacha faoliyatlaringiz bormi? Cho'mtibdiki deydi. Asli meniki bu yillik planim asosiy dam olishdi. Dam olish, nimishganda bu yil 30 yoshga kirib qoldim men. Ondan qanaqaymiz mushnachi muzika bilan kecha kunduz degandek shu tomoq, uyqu, turmushlar rassiz kecha kunduz oldim. Shuna bu yil asosiy bir tarafdan anglizcha saviyamni bir ko'tarib, bir tarafdan badanchilik turib, endi asosiy oramlay deb tugandim. Lekin ayqi bolalar xo'rning ishi yapmaya taxtı. Plastik kalmış, arkalık maneciyet bir aldırış okuğaçka. Aşağı eskiler dostlardan vaxtıda bunların kirpilandı. Doğru düşünüyorlar. Doğru düşünüyorlar mı kılmaz? Sizden ma'lum bir to'rdishimiz bizga mana bir uchra aytibdi Erkinkamga. Erkinka bu qatim Urumchiga nima sabab bilan keldingiz debdi misolga. Sen bo'lmanda. Kelsangiz bo'ldi, endi shu savolni so'rab javob bergansiz. Bu qatim Şinjan Denштейники Şinjan Televiziyası'nın Hanzuchi kanalındaki Balla Bayrami sen keçki qatnashib nima naqshini aytasiz? Ular yana rejissyorlar menga koni naqshi balansini naqshini o'rlashni talab qildi ma'lumni bu qadimgi Balla Bayrami akkordlashtirishni yengil qilib mushligan naqshi 5 yıl oldida chiqqan naqshi balkim do'stlarim anglab zerikib qoldi. Shunga yangicha bir hissiyatda yangicha akkordlashtirib shunday suratga oldik. Birinchi kuni Hanzuchi kanalda. Erkinka sizga ma'lum yaqinda Shabnam To'rbekdimiz rasmiy shirkat bo'lib qurildi. Uzun mazgilli qo'llovchi bo'lish sifatingiz bilan bu shirkatga qanday qaraysiz? Shabnam Uyg'urlarning to'r dunyosidagi qanaqasi bo'lganligi xilib burunqi elib berilgan shunday yaxshi bir sahna. Hozir uchur davrda menimcha to'r dunyosi hargiz misol qoldi. Masalan, Adis o'zini bilsam, ana bu to'r orqali masalan nurg'un muzikaga oid tushunmagan narsalarni masalan Hanzuchi inglizcha turib ma jihatda kasbiy
Cihattaki bilimler bir kadar mol. Şu çıkıp izlep tor arkalık nurkun ügünüş edip bağlı. Sen Şebnem mi bizimki Uygur'unki Hıdıbrun'la edip bağlan tor bekti başlamış simbolojik sütüden bizimki Uygur medeniyet sanat işi profesyonel başlayacaktım. Bir kardeşlerinin özara fikirleşilen cihatım olsun, yaki ügünüş, özara fikirlemiş, almıştırış cihatım olsun, bir yaxşı sahne hesabında. Şuna yakında dostumuz Nicat Şebnem şirketini kuruptu. Bununla intayin hoşal şuna karındaşlar nispeten etkilendi menimce bu bir yaxşı başlanış. Sistemli. Bunu çıkmışlar doğançada tekimi özümüzdeki milli karxana, milli şirket, özümüzdeki milli edebiyat sanatimizin şunda qoğdaş taraf qıldırış. Yine əmmimizdə bolğanda texim tədrici tərəf texim. Şununla birlikte Şebnem Torbek'tinki bununki Şebnem şirketi de fazla. Şebnem şirketinin işlerinden olmuşluk buluşunu Çin'de dinledik. Rahmet sizge. Ahırda tordaşlara deydiğen qandaq yürek sözünüz var. Mişna qılır. Taxılı taqımız. Oxşaşlar barlıq tordaşlarının ketindən salamet, küllerinden xatircem ötüşünü Çin'de dinledik. Rahmet. Sizge rahmet. Bizning ziyoratimiz intayin yaxshi davomlashdi. Men o'ylayman, endi har qanday bir davr o'z qo'yinda nurg'ulg'an talantli san'atkorlarni yetishtirib chiqalaydi. Albatta sizning natija qazinishingizni xalqning qo'llab-quvvatlashidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Ishonamanki, xalqimiz jumladan hammamiz sizni qo'llaymiz. Bundan keyingi ijodiyatlaringizga uftuq natijalar bo'lsin. Turmushingiz shad-qo'rqinlik ichida bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Okay, let's do it. www.fm.com. Okay, let's do it. Beijing'da küçük falan ki Elbette sanat var ya ama. Suhur bunun da Uygur, Kaşgar'daki köprüler, Uygur, Tacik, Kırgız, Özbek, 12 naidin tanınan bunlar. Mesela Taşkırvan'da bunlar, Merkit'ten
ya kendim, hem ailemin var, ailesi kıyınçılığı var. Bunlar valla. Bunlar hazır Kaşgar'da geçilip bir mektepke, bunu hükümet tarafından olan mekteplerine almıştırıcı. Bu hoşbalarının buradaki bu hoşbalarının ki hoşgörü naçıbalının ki daha şöyle gücü olan o kişi çıkmasına haksız. Bu işini asas sıkmış asallık milletin kalıp koşakları var, ballarının koşakları küçük vaktimizde. Yetiş boyunca. Mesela Aktaş, Köktaş, Süzüktaş. aş oyunların tatbemmisine tabii neslerini sergiye kayıtın delip çıkmakçı. Bunun üstüge bunun tamaşaları Bir kadar köpçün ahmet. işkilik gerçekten kartılgan başka. Biz yani mücadele güçlerip dışımız doğru. Şu an bunu bir netçe ayda her ayda bir taşkayı verip küçük ballar mesela Nakşivan'ı büyüttü. Aldım kıyafette 10 gün durup geldim. 10 gün okutuşluk kılıp. Annekiler ayda yandırıyorlar. İşte daha ciddi değerli 9. ayda Beycan'da bir senti geçtik kılmak için. Nasıl küçük ballar. Şuna Beycan'daki Uygur dostlarının halk artisi ki balla nakşilerini rəflər çıxıb taşıyorsun diye bir nasıl ki bana bayan Şincan'da gördüğümüzde küçük dostlar bana bekramlar var. Bunlar bekramlar. Şunu şu bir neçilin biri üzerine oylap bilsin ki Uygur ballarını, küçük ballarının özünden yışığa, psixik sıkılmaz kıldığı nakşiler indi aynası. Şunu muhtemelen çıkısında yakının biri mesela Nilo ne? Doğru ayak. Plastik'e hoş kalmışlar. Hayır valla yeni çıkan karlayla sıkatarak bir neşin akşı. Ballar temizlik yani akşam işte bir vakit. Anın bu kutum faaliyetimiz arkalı, şu ballarına aval arkalı, bizim kalıp nakşileri belki kılıvatkan kadimi mesela bizim Assalamu alaikum Şebnem Tor bektimizin aziz iştirakçıları hamalarının Şebnem Çolpala ziyaretimizni yaxtırıp görüşünlerini karşı alımız. Ben Tor Riyasetçi Zübeyde. Hemimizge ma'lum yaqında Şebnem şirketimiz kuruldu. Biz muşu şirketning qurilganligini tabriklash munosabati bilan shunaqla kang tordoshlarining kuchli talabiga asosan Tor bekitimizga Şebnem Çolpala ziyarati sayfasini ta'sis qildik. Albatta, mana bu sayfimizning yaxshi elib berilishini sizlarning qo'llab-quvvatlashinglardan ayirib qarab bo'lmaydi. Xo'sh, biz ana shu Çolpala ziyoratimizning tunji sonida hammalarga tanishlik bo'lgan gitar shahzodasi, tanliq naqshchi, alsuygan muzikan Erkin Abdulla apani bilan suhbat etmoqchimiz. Undaqda dehqonlar suhbatimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Assalomu alaykum Erkin aka. Assalamu alaykum. Eng avval tordashlar bilan salomlashib o'tamiz. Assalamu alaykum qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Erkin aka, balkim tordashlarimiz sizning chechingizni ko'rib intayin hayron qolgan bo'lishi mumkin. Chash bo'lsangiz o'zgarib ketdi, shaxsan men o'zim dastlab ko'rib intayin hayron qoldim. Endi bu chechingizni to'g'risiz qisqartirib aytishingizda biror sabab bormi yoki? Hech qanday sabab yo'q. Chechib tushib ketdi shuna qaytib bir. Chechingiz qisqa seni ketib Qayta o'sib chiqsin debchi. Manchi bo'lsa machish bo'lsangiz shundan yarashib qoldi, balkim tordashlarimiz shuni o'ylaganmiz. Yaqin nima ishlarni aldirash yuribsiz? 10 gün oldida Qashqarga berib kelishimda Qashqarda bir 40 necha bolalar tark topgan xo'romay qilib o'tamiz. 9-yilning 21, 22, 23